Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz, yaxshimisizlar? 2026-yilning eng trenddagi rangi xudo xolasa ish rang bo'lishi mumkinmi? Xudo xolasa, ko'ring siz ham buni. Kimga shunday tunika bu lekin alifon emas. Kimlardir alifondan urib o'tdi shu rangda, lekin bu 100% tunika, tilla metala, shu lisi zakas bilan oldirganmiz, matoviy teksturali, xudo xolasa umuman to'lqin bermaydi, qalinligi 3,5lik. Dim ajoyib etib shu yerda Golden Fish baliqxonasina ishlab berganmiz. Tunika xizmati. Bir kvadratini 150 ming so'm leasing kvadratiga hisoblaganda barcha xizmati ichida. Lesa spesiyasi, mixi shurpi, ustopullar ham hattoki ichida taxlab berganmiz. Kimga shunday xizmati kerak bo'lsa, bemalol murojaat etaverasizlar. Tez va sifatli har xil stilda ishlab beramiz. Ne dedingizlar? Lekin bering travertinni 5 ketdim lekin. Bir kvadratini 130 ming so'mdan barcha xizmatida ishlab berdi ustalar. Ne dedingizlar? Şu paketlar ham ichida yopishtirib berdilar, faqat paketini olib berasiz. Shunday. Mana qarang, evvelki duruşunu qo'yib beraman. Evvelki duruşu dim eski eksi-oqda duradi. Ibillar ham bir narsasi yo'qdan bo'lib turadi. Shu dizaynni taklif etdik, berdik. Dim ajoyib bo'ldi lekin xudo xolasa. Sog' olun, salomat olun. Video bir dona like bosinglar, yaqinlarga jo'nating. Sirazi tunika xizmati, travertin xizmati, barcha xizmat gaping qisqasi taqlab beramiz. Hammasi o'zlarimizda bo'ldi xudo xolasa. Negativlaring ichi yana bo'lsin lekin.